Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Hammalaring tinchmisizlar? Salomatmisizlar? Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, xlorella haqida juda ko'p qiziqishlar bildirilgan edi. Mana shu videomizni oxirigacha ko'rishda davom etsalaring, xlorella nima o'zi, qayerlarda bo'ladi, qanday holatlarda bo'ladi, shularga hozir shu qiziqqan savollarga javoblar olasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha hozir chiroyli video obzor qilib berishga harakat qilaman. Hurmatli do'stlar, mana bizga kerak bo'ladi paqir. Mana menda shu tog'a. Keyin mana shunday sachok. Xudo xolasa do'stlar, mana xlorella mana shunaqangi salqin joydagi, keyin juda katta oqmaydigan zo'r suvlarda bo'ladi do'stlar. Mana bular o'zi tabiatning ne'mati, suvitlari hisoblanadi. Bularda 2 xil, 3 xil turi bor. Xlorella, reaksiya va azolla. Aksariyat qismlari qishki kunida ham o'sadiganlari bo'ladi, regbaklilari bo'ladi do'stlar. Xo'p do'stlar, mana shu mana hozir bismillah. Mana shunday holatda hozir ko'rsatayin. Mana suvni betida bo'ladi mana. Suvni betida bo'ladi do'stlar. Bunday to'plab yig'ishtirib olinadi bu. Mana do'stlar, xlorella bu tabiatning ne'mati. Suv o'simligi bu. Oqsillarga, vitaminlarga, har xil chivin, pashsha, ninachi tuxumlariga to'la buning ichida. Bu o'simlik o'zi ham tez ko'payuvchan. O'simlik hisoblanadi bu ham. Suv qushlari, parrandalar uchun juda ham samarali ozuqa moddalaridan biri bu ham. Xo'p do'stlar, hozir endi buni olishni boshlaymiz. Olish jarayonlarini ham hozir ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom ettiringlar. Yaqindan olib ko'rsataman. Qani. Mana do'stlar, mana shu holatda mana suvni betida bo'ladi bu. Mana suvni betida. Mana shu holatdagi o't mana. Xlorella akalar. Reaksiya yoki azolla ham deyshadi. Bular turi ko'p. Barglari 3 xil bo'ladi. Reaksiyani ham, azollani ham, xlorellani ham kommentariyada o'z bilgan aka-ukalarimiz yozib qolishyapti. Xlorella emas, reaksiya bu yoki azolla bu. To'g'ri, o'sha turlari ham bor, lekin aynan bu turini biz xlorella deb nomlab olganmiz. Shu bizga qulay ham oson. Reaksiya yoki azolla deyishingizlar ham mumkin. O'g'ni shu yerda baliq ham bor ekan. Mana baliq ham chiqadi. Xlorella bahona baliq chiqmasa baliqni ham ushlab qo'yamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Hozir endi sachoklar bilan yig'ib olishni boshlaymiz. Xolos, sekin boshlaymiz. Qani yigitlar. Ammo betlar olingan joy ekanda nariga borsa qalinroq bo'lardi. Betlar sal ko'payib olardi. Bu o'ta zich ekan narigi tomonlari. Joyga yuramiz bo'lmasa. Ha, narsalarni olinglarchi. Hurmatli do'stlar, hozir kelayapti bir 20 minut. Ya xullas yarim soatga borib bormay bir 70-80 kilo hozir shetdan xlorella yig'ib olamiz hozir. Bizni kuzatishda davom etib turinglar. Xo'p, bitta pauza qilaman-da, hozir yetib borib olaylik. Bo'lmasa vaqt ancha ko'p ketib qoladi. Video ko'payib ketsa, ba'zi bir holatda obunachilarimiz o'tkazib yuborishyapti, lekin bu narsani oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman do'stlar. Ayniqsa parranda boqadiganlar astoydil oxirigacha kuzatib bo'lsalaring, buni foydali jihatlarini ko'rib olasizlar. Mana salqin joylarda oqmaydigan zo'r suvlarda o'sadi do'stlar mana. Nihoyatda ko'p. Tez ko'payuvchan. Mana shu zo'r boshdan oxirigacha shundaqangi.
Hop, endi pauza qilib turaylik. Obunachilar bu fermer akalarimiz bormi? Terelarni ekib o'rganlar qayli. O'zi odatda bunaqangi yo'llar, masalan, videoda ko'rgan odam ham bunda, deydi, men shuna joylarga borib, menga zarilmi deydi. To'g'ri, bizga ham zaril emas. Lekin shu yerda shunaqa ekan, terelardan o'tib kelganimizga tag'in juda vahima qilishadi. Demayli, bir tekis ekishmabdi fermer akalarimiz. Chunki yo, buni ham yaxshi, qalin bo'lgani yaxshi. Salqin joyda juda yaxshi ko'karadi o'tlar. Hop, hurmatli do'stlar, har doimgidek mana Otabek fermer, Betmasterdan o'zlari Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Ati, meni ishdan qo'yib bo'lsa ham olib keldi dada, yuring, shuni olib bering, ko'rsatib bering, rostmana tushuntirib bering deb. Obunachilarimiz juda ko'p so'rayapti. Xudo xolasa. Mana hurmatli do'stlar, yig'ib olish jarayoni. Mana shu holatda sachoyda suvni bitta bo'ladi, yig'ib olinaveradi mana. Mana buni qancha qalin joydan olsangiz, keyin sal jicha naroqdan olsangiz, bu yana 2-3 kunda yana o'zi ko'payib boraveradi. Obunachilarimizdan savol kelgan, buni ko'paytirish haqida ham bir aytib o'taylik. Ha, buni ko'paytirish haqida haqiqatan ko'p joylarda yo'q deyishyapti. Bizni zo'r zakanlarda uchramayapti. Qayerdan topsak bo'ladi deyishyapti. Hurmatli birodarlar, hop, sizlarda shunaqangi zakan zo'rlar bo'lsa, salqin joyli, shunaqangi to'xtab turadigan suvlardan bo'lsa, bizni adresni bilasizlar. Agar yo'ldan tushib qolsa kelinglar, biror qop olib borib tashlab qo'ysalaring, salqin joylarda bular oqmaydigan suvlarda 2-3 kunda o'zi tezda ko'payib bitta ellab oladi, keyin hech qachon yo'qolmaydi. Ana shu zo'ringizda doimiy bo'lib boraveradi, o'sib boraveradi. Faqat buning uchun jicha vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi. Bir marta olib borib qo'ysangiz, parandalarga yegizmay tursangiz, keyin bu rostmana o'zi ko'payishni boshlagandan keyin chegarasi bo'lmaydi. Yilda o'zi ko'payveradi keyin mana do'stlar. Mana xudo xolasa do'stlar, mana ozgina joyda o'zida mana bir paqir xlorelda chiqdi mana xudo xolasa. Mana obunachilar, mana shunaqa qilib mana hozir bitta olganda 3-4 kilo, 5 kilo atrofida xlorelda chiqdi mana o'zi. Hech qancha vaqt o'tgani yo'q. Xudo xolasa mana o'zi tayyor bo'ldi mana. Buni olib turib, mana olganingizdan keyin bunday sachoy bo'lgani yaxshi. Chunki suv borda, buni olganingizdan keyin suvlari o'zi chiqib ketadi. Xloreldan o'zi qoladi. Shuning uchun sachoyimiz shu. Ha. Pul topar sachoyimiz shu akalar, xudo xolasa. Hammalarning so'radlaring, qiziqdilaring. To'g'ri, ayrimlar topolmayapti deyapti, lekin topolmay turgan bo'lsalaring, mabodo shunaqa salqin, zakanli joylar bo'lsa, shundan mana olib boringlar. Yo'lingiz tushib qolsa, endi olib borishni tashlab qo'ysangiz, o'zlari ko'payib yotaveradi. Bitta ko'payib olsa, keyin to'lib ketadi, beminnat bo'ladi. Buni nimaga beramiz? Bu oqsilga bo'y. O'sish rivojlanishlarga yaxshi ta'sir qiladi. Biz parrandalarimizni deyarli dori ukolsiz vitamin bersak, chektonik beramiz, shu avval ham aytganmiz. Boshqa hech qanaqangi kasalliklariga, boshqalariga dori bermaymiz. Shunaqangi tabiiy vitaminlardan berib boramiz akalar. Tayyor oqsil ham don-dunga, yemlariga ekonom bo'ladi. Shuning uchun tavsiya qilamiz har safar ham. Chunki hamma ham bundan qandaydir yo'l bilan daromad olishga, chunki qiziqishni o'zi yetarli bo'lmaydi akalar. Daromad olish kerak. Shuning uchun shu don-dunga shundan bersalaring tabiiy ham cho'ntakka ekonom bo'ladi, ham boqay turgan parrandangiz sizga plyusga ko'proq ishlayveradi. Ya'ni mana borib jiyanlardan o'g'ilchani chiqarib olsangiz, ular maktabdan keyin borib chiqib o'tib kelsangiz, yo'q demaydi-ku, borib shunday faqirchan oladi, bunaqa sachokchan qilib oladi. Havasga ham chiqib keladi aka, xudo xolasa mana. Shunaqa. Keyin shu o'rinda bir narsa aytib o'tmoqchiman, hurmatli obunachilar. Biz parandalar uchun chiqaryapmiz. Parandachilar ham ko'proq harakat qilyapti, chunki buni tushungan shuni, bilgan bilib oldi. Buni ham qo'ying, parandani ham qo'ying. Hozirgi kunda eng ommalashib, eng ko'p odam jalb qilgan baliqchi akalarimizga bo'ldi. Chunki bunda lechinkalar, mayda baliq lechinkalari, sazan baliq, amur baliqlar shunaqangi sevib iste'mol qilar ekan. Kichkinaligida lechinkalarcha kichkinaligida.
shu ko'llarga tashlashyapti. Keyin ko'lni qandaydir nimadir bilan ta'minlab berar ekan. Xullas, suv tozaligini ham ta'minlab berar ekan. Endi baliqlar haqida juda unaqangi ko'p ma'lumotga ega emasman. Men endi bir so'rab ko'rdim, yana bir ikkita tushunchalarni aytishdi. Aka, yaxshi, zo'r narsa ekan deyishdi. Suvni tozaligi, keyin mayda baliqchalarni yeyishi, oziqlantirishi, tanasini toza tutishi, tez rivojlanishiga nihoyatda katta foydasi bor ekan baliqlar uchun ham. Baliqchi akalar, sizlar ham ko'rib borib turgan bo'lsalaring, yana yangi ko'rmaganlar bo'lsa, shunaqa ko'llaringga yig'ib borib, bir qop tashlab yuborsalaring, juda manfaatli bo'ladi o'zlaring uchun. Bizga hech qanday nimasi yo'q, faqat biz chiqarib bergan video kadrlar sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Avvalo Alloh rozi bo'lsin hammamizdan, chunki bilgan narsangizni o'rgatib, aytib qo'ysangiz, ko'pchilikka manfaat tegsa, juda yaxshi bo'ladi. Agar faqat bilgan narsangizni o'zingiz uchun ishlataversangiz ham bo'lmaydi. Ko'pchiliklashib harakat qilsak, ko'pchilikka ko'rsatib borsak, bilmaganlar yana ham bilib, shu narsadan foydalansa, parandalarni, baliqlarni arzon narxda ham sifatli, tabiiy holatda boqib borsalar, menimcha hammaga yaxshi, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana xudo xolasa haligi olganimiz mana birinchi restegim o'zi mana toza holatda bo'ladi do'stlar. Keyingi sini ham ko'raylikchi qani. Mana bunisi ham deyarli bo'pti mana xudo xolasa hurmatli do'stlar. Mana hech qancha vaqt o'tgani yo'q. O'zi mana ikkinchisini olib kelib solishyapti mana. Buni bersangiz deyarli don bermaysiz. Chunki buni bergandan keyin o'zi oqsil, vitamin, kaloriyalar o'zi yetarli bo'lgandan keyin astag'firullah, alhamdulillah. Uzr, aman. Mana shunda yemishlarda katta ekan ham bo'ladi hurmatli do'stlar. Mana joylarni o'zlaring ko'rib oldilaring, qanaqa joyda o'sish kerakligini. Yana bir bor mana ko'rsatib o'taman do'stlar. Deyarli salqin. Mana. Shuning uchun aksariyat buni qidirib topib borishda shu salqin suv undaqa oqmaydigan zovurlarda uga borib olsalaring yaxshi. Tez oqar kanallarda bo'lmaydi. Doimiy zovurlarda suv oqib turgan zovur zakonlarda bo'lmaydi. Keyin apto quyosh tushib turadigan zakonlarda bo'lmaydi bu narsa do'stlar. Mana shunday salqin joylarda bo'ladi. Do'stlar, mana yig'ishtirib olishingiz ham salqingina. Aptoga chiqmaysiz. Quyosh nuridan pana. Xudo xolasa. Mana beklar hali umuman olinmagan ekan. Buni qalinligini ko'ring, zichligini ko'ring mana. Mana do'stlar. Yig'ib olish jarayoni mana. Alloh barakasini bersin. Bu nihoyatda zo'r qalin joy ekan mana. Hech qancha joy bo'lmadi. Bir pasda sachoygimiz to'ldi mana xudo xolasa. Bunday ma'lumotni yana hurmatli obunachilar kitoblardan qidirsalang ham bo'ladi. Mana YouTube, Instagramlardan yozsalaring, xlorella haqida yana ma'lumotlar bo'lishi kerak adashmasam. Chunki buni qiziqqan bilganlar chiqarishadi, biladi baribir. Biz doimiy shu narsadan foydalanib kelamiz, shuning uchun juda katta rasxod talab qilmaydi bizni boqayotgan parandalardaki, oqsil daraja vitaminlarga parandalarimiz to'yingandan keyin Alloh nasib qilib har safar hosil berish paytida ko'ngildagidek yaxshi hosil beradi. Faqat bir xil yemish bilan, ozgina yemish bilan tashlab qo'ymaymiz. Kerak bo'lsa oldindan orttirib qo'yamiz o'tlarini, suvlarini, yemishlarini. Mana do'stlar, oz bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Yana qanday qiziqqan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha video obzor qilib berishga harakat qilamiz.
Hurmatli do'stlar, mana avvalo Alloh rozi bo'lsin sizlar uchun. Kommentariyada ko'proq fikrlar, so'rovlar shunga bo'lgani uchun buni повтор yana takroran olishga ahd qildik. Inshaalloh bilmaganlar bilib olishadi, yangi obunachilar yana aktiv bo'lib, hozir boqishga muhtojlik bo'lib turganlar mana shu narsani qilib, mana shu o'tlardan topib berib, bemalol qiynalmasdan boqsalar bo'ladi. Menimcha deyarli hech qancha vaqt ketmaydi, bir posta bitadi xudo xolasa. Mana shunday salqin joylarda olasizlar. Otabek doktor chaqirib qoldi, baliq ko'rinib qoldi shekilli. Mana bu tog'oramiz to'libdi. Ayamay bosaveringlar a. Bir 70 kilo. Ha, 70-80 kilo bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bugungi ham barakotli bo'ladi. Baliq chiqdimi? Hurmatli obunachilar, hozir men sizlarga haqiqiy chokatilla qilish sirini o'rgataman. Bunda menga kerak bo'ladi sachoq, tog'ora, dadam va men. Birgalikda boshlaymiz, qaranglar. Xudo to'lib qoldi taqdirimiz akalar. Otabek u nariyog'i juda qalin ekan, nihoyatda qalin ekan. Qalinmikan? Shu yerga boramiz. Chokatillarni quyuq joyi yoqadi hammaga shu yerga boramiz. Obunachilar Haqirlardan Aqirchamizni ko'tarib olamiz. ketdik, qalin joyga boramiz. Bu joylari yana ko'payib turaversin, xudo xolasa. Keyin kelishimizga chiroyli bo'lib, ko'p bo'lib. Mana shunday qilib, hurmatli do'stlar, kunda bir mahal shuning uchun vaqt ajratamiz. O'ylab ishlaymiz, xudo xolasa. Shuna borib qo'ysak, tashab qo'yamiz, shu bilan salqinda yonboshlab damda olinadi. Bular parandalarni o'zlari ko'ngli tortgangacha yeb, ichib maza qilib yotishadi. Ana, chokatillaga tushdik akalar. Boshladik. Chokatillani olamiz. Diqqat bilan tinglang. Uzoqroqdan kelganda otaxon. O'rtaroqdan kelsang, ana quyuq bo'lib, qiyon bo'lib qolganini qaranglar. Mana shu buralgan joylariga solaverasan. Ana kamarga o'xshab quyuq to'planib qolyapti. Mana shu joylar. Mana buni qara, voy qalinligini qara. Sachogin yarim bo'lib ketdi o'zi. Obunachilarga mana shu chokatillarni ko'rsataman. Shunday edi, mana ushlab turaman mana orqasidan. Qani Qo'linglar ushlab turing. obunachilar uchun qattiq ishlayapsanmi? Obunachilar bizga like bosib tursa bo'ldi. Ko'pchilik aytadi, bu videolardan sizlarga nima manfaat deysiz? Bizga emas, sizlarga manfaat akalar. Sizlar manfaat olsalaring, bizni foydamiz tegsa, biz shundan xursandmiz. Bizni manfaat oladiganimiz sizlar like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlarni yozib qo'ysalaring, shuni o'zi bizga motivatsiya beradi, yana ishlayveramizda. Hurmatli obunachilar, Vetmasroq Otabek uchun ham addu shu layklarni bosib yuboringlar. Xudo xolasa. Mana shu yigit xudo xolasa sizlar uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Meni ham tindirmayapti. Dada, obunachilar uchun chiqarib berasiz. Dada, obunachilar uchun chiqarib berasiz. Rasa ulgurji chiqdi-yu. Mana. Barakasini bersin, juda zo'r bo'ldi mana. Suv oqib olsin. Akuna matata, obunachilar, akuna matata. Ham tashvishsiz hayot. Xudo xolasa, buni yegandan g'ozlarimiz haliga gapga borsa, deb boradi-yu. Kekirib. Kekirib, o'shana qilib yotadi hali. Xudo xolasa. Chiqdi. Tozaligini qarangda. Hurmatli do'stlar, mana toza, svej oziqa. Oqsilga bo'y. Maza qiladi. Yutib yuboradi, yutib. Buni o'rnini qilib, joyini qilib, topib, agar yo'q bo'lsa o'zingizni ko'kartirib olsangiz, hech qachon jo'jalaringizni ham sotishga shoshilmaysiz. Kerak bo'lsa qancha bo'lsa boqaman deysiz.
O'tgan videomizda Umidjon shogirdni ham ko'rdingiz-ku, endi sotmayman deb. O'tgan yili men bunaqani qilmagandim, sotib olgandim. Bu yil olib kelib beryapman. Endi sotmayman, ko'paytiraman. Rost mana yo'lini topdim men, nima qilish kerakligini bilib oldim dedi. Xudo xolasa, bu yigitimiz ham Alloh omadini bersin. Qani bir paqir to'lib chiqarmikin? Bitta sachuklaring. Barakasini bersin. Mana hurmatli do'stlar, o'zingizlar ko'rdilar, mana guvoh bo'ldilar, rost mana o'zi bitta sachuk. Hech qancha joyda mana tortmadi Otabek. Bitta paqir to'ldi xudo xolasa. Olaymi? Buni ochinglar. Keng. Hozir Otabek Mana. doktor ajoyibidan topdi. Ana akalar, bunisi, hurmatli do'stlar, mana irik baglikisi. Azolla deylar. Kakras mana sizlarga bu tarafga o'tganingiz yo'qdi. O'shancha mana yangi turibdi. Qaranglar. Ko'ringlar, yangida turibdi. Misol tariqasida bo'ldi do'stlar. Kakras mana sizlar bor bo'ldi. Mana farqini ham ko'rib bilib olsalaring bo'laveradi do'stlar mana. Irik bagligi bunisi. Unisi mayda bargli. Qimillatmay turgan Otabek. Mana do'stlar. Rost mana o'zlaring mana ishonch hosil qilib olasizlar. Ichida hamma hasharotlar bor. O'tda hasharot ko'p buning ichida. Ozuqalar nihoyatda ko'p bo'ladi mana. Hattoki ko'rsalar mana shumalilar ham yuribdi buning ichida. Chunki har xil hasharotlarning tuxumlarini ham tashiydi bular. Mana do'stlar, endi bunisini farqi. Bunisi mana uzoqlashtiravering. mana ikkovini mana farqi. Rost mana ko'rib nima qilasizlaring, xulosa qilib olasizlar endi. Menimcha endi hech kimda negativ fikr bo'lmasa kerak deb o'ylaymiz mana. Inshaalloh mana qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Kakras chiqib qoldi mana. Bizni qo'llashda davom ettirasizlar, xudo xolasa. Xo'p, endi do'stlar, buni olaveramizmi buni mana? Mana shunda naro joylarda ham juda ko'p ekan. Qani do'stlar, mana bunisini ham ko'ramiz hozir. Bunisi juda irik bagligi mana. Deyarli bir pastda o ko'chishini ham ko'ryapsizlar buni. Bu zich holatda bo'ladi-da, u irikda bu. Mana to'ppak holatda bunisi mana. Juda zo'r ekan bu. Olishga ham qulay. Bunisi nihoyatda barakali bunisi. Baglarini ko'ryapsizlar. Bunisi o'sha aytganda do'stlar, qish kunida ham o'sadi bunisi. Qish kunida qizil, to'q, bardovoy rangda bo'ladi. Iqlimga qarab, menimcha shu ham rangini o'zgartiradimi, yosh qilib men qish kunida yiqqanimda to'q qizil, bardovoy rangda bo'lardi bular. Hozir mana yashil rangda. Xudo xolasa qish kunlarda ham bularni shunaqa holatdasini olib ko'rsatib Obunachilar, tortib Ana buni qarang buni. Hech qancha joyga ketib 1 kvadrat joydan o'zi sachib, to'lib, o'tib ketdi mana. Xudo xolasa. Mana do'stlar, kim qanday fikrda bo'lsa, kommentariylarga o'z fikrlarini yozib qoldiringlar. Manfaat tekkan bo'lsa, biz bundan yana ham xursand bo'lamiz. Alloh nasib bo'lsa, bundan ham chiroyli kadrlar chiqarib berishga harakat qilamiz. Buning uchun sizlarga endi nima edi yordamlarni shu qo'llab, obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaring. Biz bundan juda xursand bo'lamiz, minnatdor bo'lamiz. Otabek doktor, O'sha bizga motivatsiya akalar. Like'lar, bang'illatib bosinglar, kommentariy yozinglar, shuni o'zi yetadi. Xudo xolasa biz sizlar uchun harakatdamiz. O'zbekistonda parrandachilikda eng cho'qqisiga chiqaramiz. Sizlar bilan birgalikda albatta akalar. inshaalloh. Biz bilan birga boshlagan aka-ukalarimiz, shogird aka-ukalar ham hammasi yaxshi, zo'r ketishyapti. Har kun telefon qilishyapti. Sizlarda ham har qanaqa savol bo'lsa, telefon qilavering. O'zim nomerimni bilasizlar. Bo'lmasa aytib o'tdik-da, 91lik 324 24 16. 24 ga 7 demayman, bunaqangi ish bilan bo'lib turgan paytlarimdan tashqari holatda bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa Telegramdan yozib qo'ysalaring, o'sha hammaga udobli bo'ladi. Bemalol javob beraman akalar. Yana qandaydir savollaring bo'lsa, xudo xolasa sizlar xizmatlaringdamiz. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar. Jonlaring sog' bo'lsin.
Ha, yana bir narsani aytib o'tay, hurmatli obunachilar. Unda kelganda kommentariyadagi savollarga javob berish vaqt biroz kechik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr, chunki hozir hamma o'zini ishi bilan avara. Biz ham shu fermada parrandalar bilan ustalar bor, o'shalar bilan avara bo'lib qolyapmiz. Shuning uchun aksariyat holatda kechroq bo'lsa ham savollarga javob berish harakati qilyapmiz. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Hurmatli do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir mana yig'im terimlarni yana davom ettiramiz. Ha, bosib zichlab qo'yaveraman. Miqlab olib borib qo'yilsa, bunda 50 kilo borib turgan bo'lsang, 70-80 kilo bo'ladi shunday prislab olib borishingni. Mana do'stlar, olishdi, qulaylik. Salqin joylarda cho'milgisi kelsa, cho'milib ham olaveradi. Baliq chiqib qolsa, baliq ham ushlab qo'yaveradi bu yerda. Xush kayfiyat, maza qilasiz. Haqiqiy tabiat qo'ynida. Ham ekskursiya, ham sayohat, ham tijorat deydi-ku, o'shanday. Ham sayohat qilyapmiz, ham mana pul ishlab ketyapmiz mana xudo xolasa. Sizlar ham shu usulda foydalansalaring, imkon qadar baraka topasizlar. Oborib, tashlab qo'yasizlar. Salqin joyda tomosha qilib yotasizlar ular, ko'rib, yeb ichishni. Yoki bo'lmasa biror ishingiz bo'lsa, yumushingiz bo'lsa, bemalol bajarib qo'yaverasiz. Obunachilar, manzilimizni so'raganlar bor ekan, bilmaydiganlar bo'lsa, biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani So'shildir qishlog'ida istiqomat qilamiz. Mabodo kelib turib gaplashaylik desalaring ham kelib gaplashsak ham bo'laveradi. Bir piyola choychani ustida, xudo xolasa fikr almashamiz. Shular bo'yicha. Bo'lmasa mana uyda turib ham bizni bemalol tomosha qilishlaring mumkin. Doim sizlar uchun xizmatdamiz. Har kuni manfaatli videolar bor. Parrandalar bo'yicha xohlagan savolingiz, xohlagan nima deydi? Savolingizni beraverasiz. Qo'yingki, biz javobini xudo xolasa beramiz. Chunki menga qarab turib, bu bilan 15 yoshlik bola, 20 yoshlik banda, o'zim 20 ga kirganman. 20 ga kirgan bolalarda buncha ma'lumot qayerda deyishlari mumkin. Dadam bizni bosh nimamizdalar, xudo xolasa 13 yillik tajriba egalari asosida dadam turishadi. Shularning ichida katta bo'lganman men yoshligimdan o'sha hisobiga nima deydi? Hayotiy tajriba o'qiganga qaraganda yaxshiroq deydi-ku, haligi nima deydi? Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir deydi-ku. Endi shoir emasman-ki, endi tushunmayverasizlar. Nima Halolilla a'zolar haqida birorta she'r aytib bermaysanmi? Endi Halolillaga qarabmi? Yo, obunachilardan kutamizmi? Obunachilar yozib qo'yinglar. Halolillaga she'riyatdan uncha xabarim yo'q men. Shunaqa. Xullas, hurmatli obunachilar, mana videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kerak deb o'ylaymiz albatta, chunki hammalarning so'ragan savollariga deyarli javob berdik. Bunga qolib ketgan bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa bu o'tda olib borib endi bitta bersak, rohati joni maza qilib yotadi. Halolillah haqida, azullar haqida she'riyat bilan shug'ullanadiganlardan she'rcha ham kutamiz. Jonlar sog' bo'lsin. Xudo xolasa sizlar xizmatlaringdamiz akalar. Mabodo videomizda kamchiliklar, xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Biz bloger emasmiz, oddiy o'sha fermerlarimiz haqiqatan o'zimizni tajribamizni video kontent qilib sizlarga chiqarib boryapmiz. Bu videoni ham hozir bez montaj qo'yaman akalar mana. Qishloqchasiga, dehqonchasiga ketadi. Hamma yo'q to'kilib yotibdi. Bularni montajda yo'q qilib qo'yib, buni shoxni yo'q qilib qo'yib, shunaqa narsalar qila olmayman men, to'g'risi. Oddiy jaydari bo'lamiz haqiqatan. Blogerlikka da'vo ham qilmaymiz, endi qo'ldan kelgancha shu ko'rib qilyapmiz. Sizlar podeshga qilib tursalaring bo'ldi. Chunki bizni qo'llab turganlar ham xudo xolasa 15 ming taga yetyapti. Bu ozmuncha emas, hammalarga ham rahmat. Podeshga zo'r yoryapsizlar. Addi shu biz xursand bo'lyapmiz. Sizlar ko'payganlaring biz ham ishxonani kengaytirib, mana ko'pchilik bo'lib ishlayapmiz. Oldin bir kishi video olinardi mana. Hozir ko'pchilik bo'lib olyapmiz. Xudo xolasa akalar, podeshkadan to'xtamaymiz. Like bosib, kommentariyalar yozib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar shunday obuna bo'lib keting. Sizdan puldan so'ramaydi.
Jonlaring sog' bo'lsin akalar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Xudo xolasa, o'tdi mana keyingi reysi ham chiqdi. Katta video kontent bo'ldi. Ancha manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rganda ko'rishguncha aka. Ya'ni esingizdan chiqib qolyapti. O qizartirib ketang, yurakchan, laykchani bitta vang'illatib ketsangiz, bo'ladi. Shuni o'zi yetadi bizga. Joningiz sog' bo'lsin aka. Xudo xolasa, yashanglar sizlarga ham rahmat.